Aytildi, eshitgan bo'lsanglar, daraxtni ko'proq tarbiya qilganingiz yaxshi dedik. Tarbiya qilganda daraxtlar boylanadi ko'proq, egiladi shoxlari. Bu yerda ham tarbiya, lekin kesish orqali qilyapti. Va kesish orqali qilinganda hosil kechikadi. Mana vaza qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha kesish vazaga olib borish uchun qilinadi, to'g'rimi? Birinchi navbatda to'g'ri. Ha, ana o'sha narsa kechiktiradi sizni. Chunki mevani tutib turadigan qismlarni, mana bu qalin shoxlarni tarbiya qilishga vaqt sarflash kerak. Stalbasim to'g'ri pul, lekin siz vaqtni pulga sotib olasiz. Stalbasim qo'yasiz va qalin shoxlarni tarbiya qilishga ketadigan vaqtni tejaysiz. Erta hosilga kiradi va stalbasim qo'ygandan keyin yana bitta muhim tavsiya. Stalbasim qo'ygandan keyin albatta M9 ekiling, 106 emas. Tushundingmi? Chunki shuncha ovora bo'lib stalba qo'yibsiz, endi yana ozgina harakat qilib M9 qilib oling. U daraxt boshqa olam M9. Kamroq o'suvchi shox beradi, ko'proq mevali shox beradi. Dori yaxshi tegishi haqida gapirdinglar, M9 da bunaqa shoxlab o'sib ketmaydi daraxt.